Joriy yil mustaqilligimizning huquqiy poydevori, xalqimizning erkinligi va farovon hayotining kafolati bo'lgan bosh qonunimiz qabul qilinganiga 33 yil to'ladi. Shu munosabat bilan poytaxtimizda inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Milliy markazi tomonidan Guliston davlat universiteti bilan hamkorlikda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi huquqiy o'quv qo'llanmasining taqdimoti o'tkazildi. O'quv qo'llamada yangi tahrirdagi Konstitutsiyamiz mamlakatimiz strategik maqsadlarni ro'yobga chiqarishning siyosiy huquqiy asoslarini yaratib berganligi va uni ishlab chiqishda o'zbek davlatchiligi rivojlanishining boy tarixiy yo'li, konstitutsiyaviy qurilishning zamonaviy g'oyalari, xalqaro e'tirof etilgan umuminsoniy tamoyillar hamda jahondagi ilg'or konstitutsiyaviy tajriba hisobga olinganligi to'g'risida ma'lumot berildi. Hozirgi Milliy markazda tayyorlangan o'quv qo'llanmasi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining bu o'rta maxsus o'quv yurtlari uchun mo'ljallangan. Ana shu yerda konstitutsiyani nimalarini o'rganish kerakligiga alohida e'tibor berib, shu eng zaruriy, mana shu yoshdagi o'quvchilar uchun eng zarur bilimlarni to'plab shu o'quv qo'llanmasida ko'rsatib berilgan. Bundan tashqari, o'quv qo'llanmasining yana xarakterli xususiyati, ya'ni alohida xususiyati bitta faqat shu so'zlarda emas, chizmalarda berilgan konstitutsiyani o'rganish. Bu o'quvchilarning shuni o'zlashtirishini osonlashtiradi. Ushbu o'quv qo'llamada kasb-hunar kollejlari, texnikum va akademik litseylar o'quvchilari uchun yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o'rganish bo'yicha kerakli barcha o'quv metodik materiallar, jumladan ma'ruza matni, mavzu mazmunni yorituvchi chizmalar, o'quvchilar bilimini mustahkamlashga qaratilgan savollar, test topshiriqlari, mustaqil o'qish uchun tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxati taqdim etilgan. Bugungi tadbirimizda biz mana shu konstitutsiyamiz to'g'risida chiqarilgan o'quv qo'llanma bilan tanishdik. Mamlakatimizdagi o'zgarishlar, konstitutsiyaga bo'lgan o'zaro hurmat hamda uni o'rganishga bo'lgan qiziqish hammani ichida bor tuyg'ulardan bittasi. Hammamizni qiziqib o'rganib, ta'lim sifatiga ham alohida o'rni borligini aytib o'tmoqchiman. Anjuman yakunida Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Friedrix Ebert fondi hamda Milliy markaz hamkorligida chop etilgan yuridik adabiyotlar to'plami Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasiga, viloyatlardagi axborot kutubxona markazlariga 700 ga yaqin, shuningdek Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi hamda O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining davlat va huquq instituti kutubxonalariga 200 tadan ortiq inson huquqlariga oid adabiyotlar taqdim etildi. Dinora Rahimova, Jahongir Qosimov, Yoshlar.